Şərqi Türkistan Mehnətkeş Xalq Partiyası təşkilatının quruluşu 62-ci ili 5 fevral. Bugün Xansulanның yeni il bayramı idi. Әтеген тамақтан кейін Мәриям үйге кетті. Saat 10'lar bilen Ablikim, Ablis, Мәлике ve mən tötümüz bizden yatak yığıldık. Aldığımızga şahmat tizip koyup, qarmaqqa şahmat oynavatqanda qiyafətdə yoşurun meclis açtık. Bu meclisdə oturuq qoyulğan məsələlər: birinci, təşkilat quruşdagi asosiy maqsad. Bizning təşkilat quruşdagi asosiy maqsadimiz Sharqiy Turkistonni Xitoy hokimiyatining zulmi va mustamlikasidan ozod qilib, mustaqillikqa erishtirish, ya'ni mustaqil Sharqiy Turkiston hukumat qurish. İkinci, təşkilatning nomi, partiya bayrog'i, partiya programmasi ve bundan keyingi tafsili planlar haqida təşkilat rasmiylashgandan keyin muzokirlashish ve planni o'rinlash, muvafiq bo'lsa ish boshlash. Şunun bilan biz təşkilatni rasmiylashtirishga boshladik hamda shu kuni kechda to'timiz rasmiyat o'tashga qaror qildik. Birinchi bo'lib qilgan ishimiz bo'lsa, Sharqiy Turkistondagi har qaysi institut va texnikum maktablarida tashviqot elib berib, ularning qo'llashiga erishish. Qolaylik bo'lgan zavod korxonalardagi ishchi xizmatchilarga, biz ishongan kadr xizmatchi va barliq odamlarga hozirgi hokimiyatning mohiyatini tushuntirish, xalqimizning mustaqillik uchun kurash qilishga chaqirish va yana bir tarafdan Sharqiy Turkistonning tarixiy to'liq, mukammal qilib hozirlab chiqish va xalqimizga tushuntirish hamda milliy mustaqillikqa oid material tepish va shu haqda tashviq qilish deganlar asosida muzokirlashib, bularni bekitdik. Kechda chag'an munosabati bilan cho'ng tansi kechasi uyushtirildi. Malika ikkimiz barliq qizlarni tansiga boshlab chiqdik. Chiqmaymiz deb yetib qolgan qizlarni xizmat ishlab turg'izib, yasab, o'zimizmi ham odatdagidan tashqari ruhliq, chiroyli kiyinib tansiga chiqdik. Ablikim, ablizlarmi o'g'illarning birini qo'ymay tansiga elib chiqdi. Tansi shunda qizib ketdi. Muzikalar milliy kuylarga jaranglab chelinishga boshladi. Yosh qiz yigitlar xushallik bilan o'tirg'a tansiga tushdi. Ablikim, ablizlarmi sazandlarning yeniga birdan yugurib berib, muzikalar haqida ularni qizitib berdi. Kecha soat 12 bo'ldi. Bütün o'quvchilar tansi bilan qizib ketdi. Biz mana shu fursatdan foydalanib rasmiyat o'tashni o'yladik. Shu oraliqda Ablikim bilan ablizmanni sharat qilib qo'yib chiqib ketdi. Men bu Malikani boshlab yotoqqa qaytdik. Bizning yotoq holi ham abjil o'rin edi. Chunki Zaynura bilan Maryam shaharga kirib ketgan. Yotoqda men yolg'iz qolgan edim. To'timiz bizning yotoqqa kirib, rasmiyat o'tmoqchi bo'lib, eshikni ichidan taqib qo'ydik. Ablikim o'zi yezib elib kirgan qasamnomani o'qidi. Ham birimiz yezilgan qasamnoma bo'yicha qasam qilib a'zo bo'lib kirdik. Qasamnoma: Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun oxirgi qinimiz qolguncha mangan izimizdan yonmaymiz. Bosh egib taslim bo'lmaymiz va bir-birimizni sotmaymiz. Vatanimizni dushmandan ozod qilish uchun jon tikib kurash qilamiz. Qasamnomani o'qib chiqqandan keyin hammamiz o'z ismlarimizni atab qasam qildik. Qasamdan keyin qasamnomani yotoqda ko'ydirib, yangi qurilgan tashkilot va a'zolik bilan bir-birimizni tabriklashdik. O'g'illar chiqib ketgandan keyin Malika ikkimiz yotoqda birer china choy ichib, yana tansi bo'layotgan qulupga bordik. Tansi atdigan soat 5'lar bilan tamom bo'ldi. Birer soat uxlagandan keyin men uyga qaytib, biz muzokirlashgan Sharqiy Turkiston tarixi haqida menda bor bo'lgan o'qish kitobini elib keldim. U kitobning bosh qismlarida bolalar uchun qo'shiq, she'rlar va hikoya, tamsillar bo'lib, oxirgi qismlarda Sharqiy Turkiston tarixi qisqacha besilgan edi. Tatar maktabida o'qiyotgan vaqtimizda tarix darsi qilib bizga shu kitobdagi tarixni o'qitgan edi. Ablikim bilan abliz ta'til mezgilidan foydalanib, bu materiallarni o'rganib va boshqa shuningga o'xshash materiallarni izlab tarix ustida izlanmoqchi bo'ldi. Malika ikkimiz bizning uyga berib kelmoqchi bo'lib, Nansanga yurib ketdik. Qishliq ta'tildan qaytib kelsak, u ikkisi shu men bergan kitobni o'rganib tashviqot ishlari elib bo'lib, boshqa materiallarni tanlamabdim. Biz maktablar ora tashviqot ishlarini elib borgan bo'lsaqmi, lekin hech qanday cho'ng ish qila olmadik. Chunki to'timizmi ish ko'rmagan tajribasiz yoshlar edik.
Шуңа yana ishkirlab muzokaralashishimizga to'g'ri keldi. Biz tashkilotni yangi qurganda biz to'rtimiz yadro qismi bo'lib turaveramiz. Bundan keyin qabul qilganlar bizga zanjir shaklida bog'lanish kerak deb muzokaralashgan edik. Lekin bu tashkilot qurilgan bir oydan buyon biror cho'ng ish qilinmagan edi. Shunga biz qayta o'ylashish, maslahatlashish orqali biz beshimizdan hech ish o'tmagan, jamiyatda ishlab ko'rmagan, faqat o'quvchilik hayot bilanla yashab kelayotgan yoshlar bo'lg'ash, bu ishlarni boshqarib hodisdan chiqishimiz tas o'xshaydi. Shunga yadro qismini biroz kengaytirishimiz kerak ekan degan qarorga keldik. Uning uchun yoshlar bizdan cho'ngroq jamiyatda xizmat qilib ko'rgan tajribalik, bilimlik, o'zini tutib olgan odamlar bo'lishi kerak deb to'rtimiz birinchi bo'lib o'quvchilar orasidan Ahmad To'xtini a'zolikqa qabul qilishga tanladik. Chunki Ahmad aka 33 yosh bo'lib, burun tibbiy texnikumda ilmiy mudir bo'lib ishlagan, ham tajribalik, 3 viloyat inqilobidan to'liq xabari bor, ishonchli kishi edi. Yana bir tarafdan bizning qaror boshlig'i va Kommunist partiyaning kandidat a'zosi ko'z qarashlarda bizlardan yiroq emas degan asosda uni tasdiqladik. Yana birsiga g'opirni ko'rsatdik. Chunki g'opir jamiyatda ishlab ko'rmasimi, ig'ir besiq, tamkin, kam so'zlik deb musha ikki odamni qabul qilish nishoni qildik. Shuning bilan g'opirga Obliz bilan Oblekim so'z ochmoqchi bo'ldi. Ahmad akaga Malika ikkimiz aytib ko'rmoqchi bo'ldik. Shu kunila Malika ikkimiz Ahmad akani dars o'qiymiz deb so'ngak bo'limiga boshlab bordik. Ahmad akaning ayoli Maryam hada Korli tibbiy texnikumda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Mush 2 haftalik qishliq ta'tilda Korliga ayolning yeniga berib, yangi qaytgan edi. Biz Ahmad akaning ayolning holini so'rab, ondan Korlidagi xalq turmushi va vaziyat haqida so'rashtirib, so'zni asta vaziyat va siyosat tarafga yutkab, xeyli qaynashdik. Oxiri biz Ahmad akaga so'zni ochiq qilib, Ahmad aka, biz mushundaq jim yuraveramizmi? Biror tashkilot qurib, o'zimiz amaliy bir ish qilsak bo'lmamdi, dedik. Ahmad aka hayron bo'lgan holda bir Malikaga qarab, bizning bundaq kutilmagan so'zni qilishimizdan g'odiqib qolgandek o'ltirib qoldi. Biz uchimizning qo'ldan nima keladi? Uningdan o'qishimizni tinish amon bitirib qaytaylik, dedi. Biz qaytib kelib ahvolni Oblekim bilan Oblizga dedik. Balki sizlarning gapinglardan o'ynab qolgandi. Endi biz so'zlashib baqaylik, balki ma'qulmi bo'lib qolar, dedi ular. Ertasi kechda ular Ahmad To'xtini boshlab chiqib ketdi. Ertasi ertaganda biz darsda o'ltirsak, kichik bir parcha qog'ozni oldimizga qo'yib qo'ydi. Qog'ozda "Xo'sh xabar, biz 6 bo'ldik" deb yozilgan ekan. Darsdan keyin Oblekim, Obliz, Malika va men to'rtimiz bugun tashkilotimizning qurilganligining bir oylik munosabati bilan bu ikki yangi a'zoni rasmiylashtiraylik degan qarorga kelib, o'rin, joy va vaqtni belgilab oldik. Kechlik tomoqdan keyin men baldur berib, fizika korpusining tajribaxonasiga kirib, ishchidan taqab, egallab o'tirgan va barliq narsalarni hozirlab qo'yib, boshqalarning kelishini kutib, dars tayyorlab o'tiratdim. Ishkini chekib G'opir kirib keldi. G'opir mening bu tashkilotda borligimni bilmaydi. Shunglashqa eshikdan kirib turib qoldi. Men G'opirning mendan ehtiyot qilib turganligini sezib, "Keling G'opir, keling, dars tayyorlaymiz" dedim. "Nima dars tayyorlayapsiz?" so'rdi G'opir asta menib kirib. "Bugun o'tgan darslarni takrorlayapman." Shuning bilan G'opir ikkimiz u yoqdan bu yoqqa paranglashib o'tirdik. Ko'p o'tmay boshqalar yetib keldi. Ahmad aka bizni ko'rib Obliz, Oblikimlarga savol nazari qaradi. U ikkisi kulib turib, "Bizning odamlarimiz" dedi. Hammamiz kulishdik. G'opir o'zining qo'rqqanligini va xato bo'limga kirib qoldimmi nima deb ansirganligini aytib turadi. Ishdan Malika kirib keldi. "Bu ham bizning odam" deyishib, biror qur kulishib, chaqchaq paranglardan keyin biz ularga o'tganda muzokaralashgan narsalar ustida qisqacha so'zlab berdik va ularning fikrlarini anglab, ko'z qarash fikrda biz bilan o'xshash bo'lgandan keyin ularning rasmiyatlarini o'tab, a'zolikqa qabul qildik. Shuningdan keyin biz davomli yig'inlar o'tkazib, tashkilot nomi, bayrog'i, programmasi, nizomnomasi va Sharqiy Turkiston tarixini yozishga o'xshash narsalarni muzokaralashdik. Birinchi partiya, tashkilot nomi. Tashkilotga muvofiq ism qo'yish ustida ko'p talash-tortishlar qildik. Sharqiy Turkiston Islom partiyasi deb atayli deb Obliz o'tirib qo'ydi.
Bu ismga nisbatan fikir birlikka kelmedi. Chunki islom so'zini qo'shsa, buningga Pan İslamist Türkistan degan qalpoq kiygizidi. Sharqiy Turkiston degan nom uchun Pan Turkis degan qalpoqni kiygizidi. Bu to'g'riliq G'uljada bo'lgan Rahmanov guruhi degan nomdagi voqeani Malika so'zlab berdi. Hammamiz uning so'zini diqqat bilan angladik. U munolarni dedi. Rahman kichik opamning qiyin inisi edi. O'zi bakmi qamlashgan, qovul, aqlliq, o'tkir yigit edi. Yer islohatidan keyin G'uljada Pan-Turkizmga qarshi harakat elib berib, diniy o'limlarni tutib atdi. Mana shu vaqtda Pan-Turkizm tashkiloti Rahmanni to'pi deb yosh yigitlarni qo'lga olib etib tashladi. Rahman sahrodagi hadisning uyiga berib yoshiringan hadisining eri uni say o'risiga yoshirib qo'yib, o'rning og'ziga itning katikini joylashtirib, Rahmanni bir oydan ortiq saqlagan ekan. Hökumət hədisinin yo'ldishining keyniga odam selib qo'yib, magazindan tamaka elayotganini ko'rib, bu odam tamaka chekmaydi, nima uchun tamaka oladi? Balki Rahmanni mushu odam yo'shirib qo'ygan bo'lishi mumkin deb gumon qilib, keyniga kirgizib, odamni ko'paytib, oxiri Rahmanni pan-turkizmchilarning boshlig'i deb gunohsiz tutib ketib atgan. Shu munosabat bilan Xitoy kommunistlari o'zlarining tutishqa tegishli odamlarni pan-turkizmchi Rahmanov tashkiloti degan odamlar bilan bana bo'lib tutib, bu ish bilan hech qanday munosabati bo'lmagan odamlarni qo'lga olib yo'qotdi dedi. Malikaning so'zidan keyin ichimiz serilib, demimiz ichimizga tushib ketdi. Ikkinchi tashkilot nomiga qarata Sharqiy Turkiston Uyg'ur partiyasi degan nom o'tirib qo'yildi. Buningga hech kim qo'shilmadi, chunki buningga tayyor kiygizadigan yerlik millatchi degan qalbqi bor. Ham Sharqiy Turkistonda yolg'iz Uyg'ur millati yashmaydi, boshqa nurg'un Turkiy millatlar yashaydi. Undaq deb atsak milliy ittifoqlikqa ta'sir yetishi mumkin. Turkiston degan so'z Turkiy millati ham islom dinidan derak beradi. Tashkilot nomi to'g'riliq nurg'un ismlarni o'ylashib, oxiri Sharqiy Turkiston xalqi oq ko'ngil, mehnatkash, emgak so'yar, jafokash xalq. Shunga partiya tashkilot nomini Sharqiy Turkiston Mehnatkash xalq partiyasi degan otqa hammamiz qo'shildik. Tashkilot nomini bekitib bo'lgandan keyin biz yana undan keyin qattiq diqqat qilishga tegishli ishlarni o'tirib qo'ydik. Biz har bir narsaga qattiq diqqat qilishimiz lozim. Chunki yaxshi kunning yomoni kelganda bizning mushu qurgan tashkilotimizning o'zi xalqqa zo'r tashviqot rolini o'ynaydi. Xitoy hukumati bizni mustaqillik uchun qurilgan siyosiy qiyofatdagi partiya deb bilsin. Shundaq bo'lganda ondan xalq ko'ngliga ta'sir qilishi va xalqni uyg'otish mumkin degan narsalarni o'tirib qo'ydik. Endi partiya bayrog'i ustida to'xtaldik. Ko'p talash-tortishlar bo'ldi. Bayroqning belgisi oy yulduz bo'lsin degan so'zda hammamiz birlikka keldik. Deb oy yulduzliq ko'k bayroq bo'ldi. Bayroqni yasab chiqish vazifasi menga topshirildi. Endi partiya programmasi tuzib chiqish ustida nurg'un yig'inlar o'tkazib muzokaralashdik. Programmani yezib chiqish vazifasi Ahmad To'xtiq topshirildi. Ko'p qitimliq muzokaradan keyin kirish so'zini yezib chiqdi. Kirish so'zida umuman hozirgi hokimiyatning mohiyati to'liq oshkor qilib tushuntirilgan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi butun xalqimizga milliy mustaqillik uchun milliy inqilob olib berish kerakligi murojaat qilingan va Sharqiy Turkistonning tarixi qisqacha tanishtirilgan. Sharqiy Turkiston Mehnatkash partiyasining maqsad, yo'nalish, planlarini cho'ng-cho'ng temalar o'tirg'i qo'yib muzokaralashdik. Ondan Sharqiy Turkiston tarixini yakunlab, o'zgartirilmagan haqiqiy tarixni to'g'ri yezib chiqishni qaror qildik. Milliy mustaqillik haqida paketlik materiallarni tepib, xuloslab yezishni planga kirgizdik. Sharqiy Turkistonning tarixiy va milliy mustaqilligiga oid materiallarni tepish men, Malika, Oblikim va Oblislarga topshirildi. Bütün materiallarni xat chek va pullarni saqlash menga topshirildi. Tashviq qilish va to'xtamay izlanish planiga kirgizildi. 1 may bayrami yaqinlashdi.
bayramni qandaq o'tkazamiz degan narsa ustida to'xtalib, hammamiz bu kunni Sharqiy Turkiston Mehnatkash partiyasining tashviq varaqlarini xalqqa tarqatib, ommaga hozirgi hokimiyatning mohiyatini tushuntirib, xalqni milliy mustaqillik ko'rishiga chaqiramiz degan fikrni o'tirib qo'ydik va hammamiz bir og'izdan ma'qulladik. Xalqqa tarqatilgan qog'ozni mashina bilan besib chiqarish kerak edi. Biroq qancha o'ylasaqmi buningga amal bo'lmayotdi. Chunki shu vaqtlarda mashinkalar yangi chiqqan bo'lib, cho'ng idora o'rinlaridan boshqa shaxslarning setib edishi mumkin emas edi. Buningga faqat amal bo'lmadi. Shuning bilan shifrograf orqali yezib chiqmoqchi bo'ldik. Lekin shu vaqtlarda shahar bozorda butun narsa normalik bo'lib, hatto normig'imi biror narsa tepib setib olish qiyin edi. Uning ustiga shifrograf degan narsani birorsimizmi yaxshi bilmaydi ekanmiz. Shundaq bo'lsa-mu biror amal qilib shifrograf bilan yozamiz deb uni setib olishni qaror qildik. Bizda faqat a'zolik badalidan yig'ilgan 15 yuan pul bor edi. Bu pulga ham qog'oz, ham shifrograf setib olmoqchi bo'ldik. Shuning bilan belgilama bo'yicha atsi Malika ikkimiz darsni tashlab shaharga shifrograf izlab ketdik. Butun do'konlarni izlab shifrograf topolmadik. Ba'zi do'konlarda bor ekan, biroq maktab yoki idora tashkiliy o'rinlarning tonishtirishi bilan setilgan. Shuning bilan bir kun butun Urumchini izlab shifrograf setib olmay, quruq qo'l maktabga qaytib keldik. Endi mumkin bo'lmasa basma qog'oz orqali besib bo'lsa-mu chiqarayli degan o'yga kelib, bir korobka qora qog'oz setib oldik. Tashviqot tarqatish o'rinlarini va kimlar qayerlarga tarqatishni belgilab chiqqan bo'lsak-mu, lekin tashviqot qog'ozlarini qo'l bilan yezib chiqish ancha yaxshi usul emas edi. Kuchimiz oz, iqtisodimiz yo'q. Bundaq sharoitda bundaq cho'ng ishni qilish tas o'xshaydi. Kelar yil qilsak bo'larmikin, yaxshi tayyorlik qilib, bir oz iqtisod to'plab, balduroq boshlarimiz degan plan bilan may bayramida tashviq qilishni to'xtatdik. Bayramdan keyin doirani kengaytirish kerak deb a'zo qabul qilish ustida muzokara o'tkazildi. Men Sajidani ko'rsatdim. Qarorda qabul qilingandan keyin Sajidani tarbiyalab qabul qilish vazifasi menga topshirildi. Sajida ikkimiz bir yotoqda yotganligimiz uchun ko'nglimiz yaqin edi. Dastlabda ehtiyot bilan so'zlashsammi, lekin bir-birimiz bilan shundoq tez chiqishib ketdik. Bargan sari ishonchlik ochiq so'zlashalaydan bo'ldik. Oxiri uningmi biz bilan o'xshash fikrda ekanligini his qildim. Shuning bilan biz ochiq so'zlashgandan keyin 2-3 kun ichida muvofiq bir vaqtni tepib, rasmiyat o'tab, a'zolikqa qabul qilmoqchi bo'ldim. Lekin keyin ichilgan yig'inning qarori bo'yicha Sajidani oblis a'zolikqa qabul qilib, Turnisani tarbiyalab qabul qilish vazifasi menga topshirildi. G'ubirga Xolidani, Oblikimga Oblayni tarbiyalab, a'zolikqa qabul qilish topshirildi. Oblikimning Oblayni qabul qilishiga men qo'shilmadim, chunki u ikkisi o'tirsida bir oz ziddiyat bor edi. Bu to'g'rida Oblay menga deb bergan edi, lekin mening fikrim rad qilindi. Yana a'zo qabul qilish masalasini o'tirib qo'yganda, qabul qilish doirasini o'quvchilardan sirt kadrlar va boshqalardan sinab ko'rsak, agar biz o'ylagan ish kelib chiqsa, ajab emas degan fikrni Ablis o'tirib qo'ydi. Biroq Ahmad aka Ablisning so'ziga qo'shilmadi. Bundaq urinish xatarlik, o'zimizni o'zimiz tutib bergandan boshqa gap emas, dedi Ahmad aka. Lekin Ablis o'z fikrini qo'llab bizga texnik atrofli tushuntirishga boshladi. Bu ishni biz o'zimiz ishlamaymiz. Mana hozir doktorxonada yozuvchi Alqam Aqdam davolanib yetibdi. U odam Vohidlar bilan bir yerlik. G'ulchidan bu ishga Vohidni selish kerak. Hol so'rab kirgan bo'lib, u yoq bu yoqdan so'z ichib, chekib baqsin. Mana shundan bilamiz. Vohidning o'zimi shundaq isinib yurganlarning biri. Buning bilan bizning tashkilotning munosabati yo'q. Vohidni sinab ko'rish kerak. Mening o'ylashimcha, u odammi yozuvchi bo'lgandan ko'zi ochiq, haqiqatni ko'ra oladigan, xalqparvar, vatanparvar kishi deb o'ylayman. Bu ishni menga qoldiringlar. Ablis shundaq deb o'z fikrida ching turdi. Rais Eminov qandaqroq odamdi? Oblikim bu savolni xuddi tuyuqsiz bir narsa tepib olgandek o'tirib qo'ydi va hammamizga qarab turib so'radi. Shu odam bilan bir uchrashib ko'rgan bo'lsak deyman.
Ahmad To'xtay ochiqlanib, o'rnidan turib ketdi. Sizlar nima o'ylaysizlar? Bu ishda oldirab ketgil bo'lmaydi. Oblekim degan so'zidan xijil bo'lib turib qoldi. Munozara uzunga so'zilib, soat 12lar bilan cho'nqur hayajon va his tuyg'ular ichida yotoqqa qaytib keldik. 3 kundan keyin Vahidning Alqam Axtam bilan uchrashgan xabarini Oblis hammamizga yetkazdi. Vahid kirib u yoqdan bu yoqdan hollashib so'zlashgandan keyin gapning uchini chiqarib Shinjongdagi hozirgi vaziyat ahvollarini, Xansu xalqining ko'plab kelishining ofatligini va kelgusi turmushni so'zligicha Alqam Axtam Vahidga varqirab, Shinjong xalqi Xansu xalqisiz yashay olmaydi. Shinjong Jungodan ayrilsa, Amerika jahongirligiga yem bo'ldi. Siz to'liq bundaq ishlarga boshqa turmay, singan neningizni yeb, o'qishingizni o'qing. Bo'lmasa men sizlarni maktab tashkiliga deyman deb vaqirib ketibdi. Shuningdan keyin Vahid o'rnidan turib chiqib ketibdi. O'quvchilar bu xabarni anglagandan keyin har qitim Alqan Axtamning yotiqining oldidan o'tganda xoin, vatan sotquchi, xoin, yo'loqchi, Xitoyparast deb ta'na qilib o'tadi. Bu ahvol yuz bergandan keyin maktab tashkili tarafidan o'quvchilarga yig'in ichildi. Bundaq ahvol, bundaq so'zlar maktab tashkiliga kunda degidek xabar qilinib turganligi uchun ogohlantirish yig'ini otsimi ancha bakta cho'ng ta'sir bo'lib ketmaydi. Bugungi yig'inda Vahid bilan Alqam Axtam o'tirsidagi narsani so'zlab ogohlantirib qo'ydi. Endi Oblikimning Oblayni qabul qilishida Oblikimning so'zini anglab tashkilotga qatnashishni qabul qilib, 1-2 kundan keyin rasmiyat o'tashning oldida yoltib oldi. Bu ish uchun Oblikimni tashkilot ichida ogohlantirib, a'zo qabul qilishdan vaqtliq to'xtatib qo'ydik. Tashkilotdagilar Oblayni tashkilotimizni pash qilib qo'ydigan bo'ldi deb qattiq ansirashdi va Oblayning ahvolini kuzatib turish uchun meni belgilab qo'ydi. Chunki men Oblay bilan bir klub bo'lg'ash, uni uchirtib turadigan fursatim ko'p edi. Shunga muvofiq shaxs men bo'ldim, ham boshqalarmi ko'z quloq bo'lib turadigan bo'ldi. Agar bu ishni Oblay maktab tashkili yoki boshqa o'rinlarga pash qilib qo'ysa, buning amalini izlamay bo'lmaydi. Lekin men Oblayning unda qilmaydiganligini bilardim. Chunki u biz bilan o'xshash fikrda edi. Har vaqt meni ko'rsa, jamiyat, vaziyat, xalq turmushi va Xitoylar to'g'risida qaynab so'zlaydi. Milliy yuragi bo'lsa-mu, faqat shu tashkilotga qatnashib, a'zo bo'lg'isi yo'q o'xshaydi. Oblay undaq tashkil askilikni qilmaydi deb ularni xotirjam qildim. 6-oyning 5-i. Bir kun tushdan keyin men yotoqdoshlarim bilan yotoqda yo'q fursatdan foydalanib, yotoqlarni yuvib, tozalab, chiroyli qilib ratlab chiqdim. Ustal o'ziga o'zim o'stirgan 2 tashdek gulimni qo'ydim. Gullarimiz shundoq chiroyli ichilgan ekan. Yotoqqa boshqachalar husn qo'shdi. Tashkilot bayrog'idan 2 bayroqni 2 tashdakka sanjib qo'ydim. 3 viloyat milliy mustaqillik inqilobini davomlashtiramiz degan maqsadda Turnisa qo'l ko'tarib qasab qilib jamiyatga rasmiy a'zo bo'lib kirdi. 7-oyda Sajida a'zolikqa qabul qilindi. Shu kundan bir necha kun keyinla maktabda tuyuqsiz cho'ng yig'in ichildi. Bizning maktabga mashina bilan Shinjong universiteti, Nefit instituti, 1-Avgust Yezigilik instituti, Pallar akademiyasidan vakil bo'lib, nurg'un o'quvchilar kelib, maktabning cho'ng zalida yig'in bo'ldi. Yig'inda Abdunum rayonlik jamoat xavfsizlik nazoratining boshlig'i Anvar Jakulin doklad berdi. Shinjong universiteti, Ko'mir kon instituti, 1-Avgust Yezigilik instituti, Tibbiy institut, Pallar akademiyasi bo'lib, bir qancha o'rinning qozoq o'quvchilari aksiyatchi tashkilot qurgan. Bularning ichida kadrlarmi bor. Biz bularni qo'lga oldik deb qo'lga ilinganlarning materiallarini o'qib chiqdi. Bular O'rinbay, Almiqan, O'zkunbek, Atmishbek degan ismdagi kishilar edi. O'rinbay bizning maktabning 2-qaror o'quvchisi. Almiqan bizning maktabning fizika kafedrayasining o'qituvchisi edi. O'rkunbek Sovetda o'qib kirib Pallar akademiyasida ishlaydi. 65 1-Avgust Yezigilik institutining o'quvchisi bo'lib, bular bir qancha 10 odam G'ulja, Cho'chak, Oltayni, ya'ni 3 viloyatni Sovetga qo'shib,
Қазақ дөлті құрмақчы болғанлығыны доклад қылып, оларны вәтән хайыны, вәтәнні сатмақчы болған әксі инқилабчы, millatchi xainlardı тәнқидледі. Bütün zal сүрілік мен көңілсіз болып, залның іші қаттық жым болып кетті. Bütün адам мидір қылмай олтыратты. Hatta yütelişke ve sözleşişke mu petin almasdan tip-tiniş olturadı. Dokladdan keyin her adam öz mektepleriga, öz gruplarga qaytib, bir hafta ders to'xtatib, ularga qarshi o'rganish qildik. Ularning qo'lga ilinishi butun kishiga cho'ng yo'qitishdek bilindi. Ularning kaynidilla tibbiy institutining 2-qaror o'quvchisi Kamal Bekni, Şinjan Universitetidan Kömerni, Kömürkan institutidan Kekenni, 1 Avgust Yezi egilik institutidan Qalini qo'lga ilib ketdi. Avgust. Təşkilat yığını ötküzüb, Qazaq oxucular işləri üstüdə müzakirə ötküzüldü. Müzakirədə Qazaq oxucularının məqsədi doğru məqsəd bilən elib verilməyənligini deyişdik. Ular Şinjanni bölüşni məqsəd qılğan. Bu doğru fikir emas. Əlbəttə, çünki Şinjandakı barlıq Türkiy millətlər birləşib, Şərqi Türkistanның müstəqillik üçün kürəş qilish kerak. Türkiy millətlər hər vaqt bölünməy, ötiş kerak. Bolmasa yem bo'lib tugaydigan ish. Muqarrar. Faqat Şərqi Türkistandakı Türkiy millatlarla emas, bütün dünyadakı Türkiy millatları birləşkəndəla, ondan dünyadakı hər qandaq kuch bizga teng kelolmaydi. Bölüniş bizni xarablıqqa elib barıdı. Ularning mag'lubiyati bilan biz o'z tashkilotimizning xizmatlari ustida muzokara elib bordik. Bizning tashkilotimizda yetarsizlik ko'p edi. Bizda tajribalik, yetilgan bir rahbar yo'q. Hammamiz tajribasiz o'quvchilar. Yana bir ojiz tarafimiz bo'lsa, iqtisodiy kuchimizning ojizligi edi. Agar biz yana a'zo qabul qilamiz desak, hozirga qadar bizning qarorning o'zida 80% o'quvchini a'zolikqa qabul qilib bo'lgan bo'lardik. Boshqa qarorning o'quvchilaridan 50% a'zo qabul qila oldik. Biroq a'zo qabul qilish bilan masalani hal qilg'il bo'lmaydi. Chunki bizga ishni to'g'ri yo'lda elib boradigan orqa teriki bor bir rahbariy kuch kerak edi. Shuning bilan a'zo qabul qilishni vaqtincha to'xtatib, tashviqot ishlarini kuchaytirib, elib berib, yana kuchli tashkilotlarni tepishga qaror qilindi. Bizga tashkilotni yaxshi elib boradigan bir kuchli orqa terak kerak edi. Mana mushu mezgilda Oblizning tibbiy texnikumda ishlaydigan Mahira degan tuqini Soyuzga ko'chib ketish munosabati bilan maktabdan qaytmoqchi bo'lganligini anglab, darhol tashkilot yig'ini o'tkazib, muzokaralashdik va shu ayol orqali Ziyo Samidiga bir parcha xat yozib avatmoqchi bo'ldik. Hatto yozilgan xatning mazmunini yig'inda o'tirg'a qo'yib, tashkilotimizdan keyin tasdiqlangandan keyin Obliz Mahira bilan so'zlashib baxmoqchi bo'ldi. Keyin Obliz bizga Mahiraning ma'qul, men sog'-salomat yetkazib beraman deganini yetkazdi. Ondan biz Ziyo Samidiga xat yozish uchun Ahmad aka, men, Malika uchimiz so'ngak bo'limining cho'ng sinfiga kirib xatni yozdik. Xatning mazmuni bo'lsa, biz Sharqiy Turkiston yoshlari vatanimizni Sharqiy Turkistonni Xitoy bosqinchilarining qo'ldan ozod qilish maqsadida tashkilot qurib ish elib beryapmiz. Biz uchun kuchli orqa terak, tajribali puxta yetakchi rahbar kerak. Buning uchun albatta sizlarning yordamingizga muhtojmiz. Garchi sizlar yiroqda bo'lsanglarmi, bizga yetakchi va maslahatchi, orqa terak bo'lishinglarni umid qilamiz. Vaqti kelganda bizga kerakli qurol-yarog' va iqtisodiy jihatdan yordam qilishinglarni so'raymiz degan mazmunda yozildi. Keyin biz Mahiraning u xatni Ziyo Samidiga topshirib berganligidan xabar topdik. Lekin Ziyo Samididan hech qanday xabar yo'q edi. U xatning uchurini xeyli uzun vaqt kutdik. 62-yildagi G'ulji may vaqasining kelib chiqishi biror tashkilotning yetakchiligi bilan bo'ldimikin degan umid bilan har vaqt shu tashkilotni tepib, shular bilan birga ishlasak degan umid bilan keldik. Yozliq ta'tilga yetib keldim. Bu ta'tilda Ahmad To'xti, Oblikim, Obliz, G'upur, Malika G'uljiga qaytganda tashkilot to'g'riliq izlanib boqadiganligini deb ketgan edim. Menmi hech bo'lmaganda birasi bo'lsa-mu biror xabar yoki biror material tepib kelar degan umidda edim. Lekin ular ta'tildan qaytganda hech nima topolmay qaytibdi. Mening ularni kutgan cho'ng umidlarim yo'q chiqib, o'zim bir xil ko'ngilsiz bo'ldim. 62-yili cho'chak vaqasi bo'lganda, cho'chakdan 40 necha ming odam uy-joy, mol-mulk va borliqni tashlab chegrini
buzib Sovetga qechib ketdi. Butun Cho'chak shahri, hatto Do'rbilchin yezisiga qadar orliqdagi yezlarda birmi odam qolmadi. Butun Cho'chak odamsiz jimjit qo'rqinchli surlik bo'lib qoldi. Uning kaynidan G'uljida may vaqasi yuz berdi. Bu ko'ngilsiz voqealar Shinjang xalqining ko'nglini texmi parokanda qildi. Maktabda bo'lsa o'quvchilar orasida g'ulg'ula ko'tarilib, hukumatga qarshi ochiq so'zlab norozilik bildirishni, lekin maktab tashkili qattiq besim bilan o'quvchilarning qo'zg'alishini to'sib qoldi. Shu kunlarda bir kuni dars oraliqidagi dam olishdan qaytib sinfga kirsak, Fayzullaning partasining ustiga birsi Tursun, biz Xanzu o'quvchilardan ayrilib o'qishni talab qilganda sen bizga qarshi chiqding. Biz g'alaba qilib ayrilib o'qiganda sen yana yuzingni dabda qilib Xanzu sinfda o'qimay biz bilan birga milliy sinfga o'qiding. Endi Cho'chak xalqi qechibdi. Senmi nima uchun qochmay jim tursan degan mazmunda xat yozib qo'yibdi. Tursun u xatni ko'tarib yurib, bu kimning xati, kim yozdi deb hammamizning oldiga kelib ko'rsatib vaqirab yurdi. Gerçi u xatni kimning yozganligini bilsakmi, hech kim gap qilmadi. Aksicha hammamiz murimizdan chiqarib bilmas qiyofatga kirib olib yuraverdik. Tursun u xatni ko'tarib shu vaqtda maktab doktorxonasida davolanib dam olib yotgan Anvar Jokulanga olib beribdi. Chunki Tursun Anvar Jokulinning ayoli Fatima bilan tuqqanchiligini pash qilib, Anvar Jokulini o'zining orqa teriki qilib, har borganda o'quvchilar orasidagi o'zi bildigan narsalarni uningga yetkazib turadi. Anvar Jokulin u xatni ko'rib, bu oddiy yozilgan xat bo'lmasdan, balki bu biror aksiyatchi guruhning ishi. Bularni topmay bo'lmaydi debdim. Shu xat munosabati bilan jamoat xavfsizlik nazorati maktabga bir razvedka xodimini bu ishni tekshirib aniqlash uchun avatdi. U kishi Umarjon ismli bir shaxs bo'lib, o'zi o'ruq, egiz bo'yi kelgan, qora qosh, o'ri ko'zlik, oltin tishliq suzuk chiroyli odam edi. Bular bizning o'qish boshlash harakatimizdan tortib, biror kuchli tashkilot borligidan gumon qilib, shuni tekshirib aniqlig'iga kelgan edi. Umarjon maktabga kelgandan keyin maktab amonligini saqlash ishxonasining xizmatchilari bilan birlashib, shu xatni kimning yozganligini surishta qilib, o'quvchilar ustida bir-birlab ayrim-ayrim so'roq olib bordi. Keyin u xatni Ruqiya iloji yozganligini aniqlagandan keyin Ruqiyani bir necha kun tashkilotni pash qil deb qattiq qiyin qistoqqa elib so'roq qildi. Hatto uni yotaqqa keltirmasdan shu so'roqxonaning o'zida yotqizib so'roq qildi. Ruqiya burun o'pka tuberkulyoz kasali bilan og'rib saqaygan edi. Shu jarayonda uning shu kasali qayta qo'zg'alib yetib qoldi. Shuning bilan inisi kelib Ruqiyani G'uljiga elib ketdi. Ruqiya shu kasal bilan 66-yil mayda olamdan o'tibdi. Rahmatlikning qizil guldagi yoshlik bahori shu ig'ir kasalning azobida g'azan bo'ldi. Yotgan yeri jannatda bo'lsin, shu rahmatlikning amin. Ruqiyadan hech narsa chiqmagandan keyin ular butun diqqat e'tiborini bizning qarorga markazlashtirib, biror yoshirin tashkilotning gumonlanib tekshirishni davomlashtiraverdi. Bizmi ularning tekshirishni davomli diqqat bilan kuzatdik va bir-birimizdan har vaqt qattiq diqqat qilishga ta'kidlaydik. Bu razvedka bo'limining odamlari har vaqt har ishda bizning qarorning o'quvchilari bilan ko'proq birga bo'lib, bir-biridan chaqirtib, ayrim suhbatlashgan bo'lib, o'quvchilar orasidagi ahvollarni egallash uchun tirishadi. Ular har kuni kim bilan qanday suhbat elib borgan bo'lsa, bizmi ham shu suhbatdan xabardor bo'lib turadik. Nusrat, Pida, G'ayib, Karima, Nurnisa Rozi, Nurnisa Yusuflar qo'tir aktivlik qilib razvedka bo'limining ishxonasidan chiqmas bo'ldi. O'quvchilar orasidagi oddiy bir ishlarni ular eqitmay, temitmay ularga yetkazib turdi. Bu ahvol bizning tashkilot uchun bir cho'ng to'solg'ulik qilyotdi. Shunga har qanday ishni har vaqt qattiq diqqat bilan qilishga to'g'ri keldi. Sajidani azallikqa qabul qilgandan keyin uning fanlar akademiyasida tonishlarining borligini anglab, shu kishilar orqali Fanlar akademiyasida yoshirin saqlangan materiallar ichida Sharqiy Turkiston tarixi borligini anglagan edik. Mumkin bo'lsa shu tarixiy kitobni tepib o'qib, ko'chirib olsak degan umid bilan bu vazifani Sajidaga topshirdik. Sajidami uzunga qolmay bu kitoblarni tepib olib keldi. Biz bu kitoblarni topshirib olgandan keyin men, Malika
Turnisa, Halime tötimiz yataq binasının ən üstünki qavatının balkonida o'ltirib kitobni ko'chirishga boshladik. Chunki bu joy odam kirmaydigan tinish ham xoli joy edi. Bu kitobni ko'chirib chiqishga 2 hafta ketdi. Kechalari uxlamay, shanba, yakshanba kunlari to'liq kun o'ltirib midirlama yozdik va darsdan sirt vaqtlarda yezib yurib oran ko'chirib tugatdik. Sharqiy Turkiston tarixini yezib chiqish degan programmasiga bu bir material bar bo'ldi deb hammamiz xushal bo'ldik.